Hammaga salom. Hello. Hi guys. Sizlar Kamol English kanalidasizlar va bugun biz sizlar bilan tam bitta shifokorni ko'rigida qanday savollar, qanaqa javoblar paydo bo'ladi, qanaqa vaziyatlar paydo bo'ladi, shuni o'rganib chiqamiz. Qani, ketdik. Let's get started. Hello, what troubles you? What are you complaining of? Demak, what troubles you? Bu degani nima sizni bezovta qilyapti? What are you complaining of? Nima shikoyatlaringiz bor? Hello doctor. I have an acute abdominal pain. Acute abdominal pain. Demak, o'tkir oshqozondagi og'riqlari bor ekan. Where do you feel the pain? Demak, qayerda o'sha og'riqni his qilyapsiz? In the right side and around the belly button. Okay, in the right side degani o'ng tomonimda va around the belly button. Belly button degani kindik, demak around o'sha kindikni atrofida ham og'riqlari bor ekan. How long does the pain last? Demak, how long does the pain last degani qachondan beri, qancha davomida shu og'riq sizda bor? Since morning. Ertalabdan beri. Since degani qachondan beri? Since morning, ertalabdan beri. Xo'p, is the pain severe or slight? Demak, severe degani kuchli, slight degani yengil. Demak, men so'radim, siz og'rig'ingiz kuchlikmi yoki unaqa kuchli emasmi? The pain is growing. The pain is growing degani, grow degani o'sish. Demak, shu nimani kuchi, og'riqning kuchi o'sib kelyapti. What is the character of the pain? Demak, character of the pain degani qanday turi, qanday bu og'riq? Misol uchun, acute o'tkir yoki stabbing sanchuv og'riq yoki growing, mana o'sib kelayotganda, sekin g'am o'sib kelayotgan og'riqni growing deb aytadi. Qani? Acute pain. Acute pain demak o'tkir og'riqlari bor ekan. Xo'p, what other complaints do you have? What other complaints do you have? Qanday boshqa shikoyatlaringiz bor? Nausea and I had a vomiting twice. Nausea degani bu ko'ngil aynish. Vomiting degani qusish. Demak, qaranglar, aytdilarki I have a nausea, menda ko'ngil aynish va vomiting twice. Demak, ilk martalab qusibdilar. Xo'p, demak, qani yotingchi, lie down on the couch deganda kurshetkaga yotingchi. I have to palpate your abdomen. I have to degan men shartman. Palpate your abdomen. Shu qorningizda paypaslashim shart. Demak, nima qilaman? Tekshirishim kerak. Og'riq paydo bo'lyapti. Mana haligi nima deydi? Qusish bor ekan, ko'ngil aynish. Nimaga shikoyatim, nimamiz, gumonimiz ketyapti hozir? Appenditsitga. Mana shuni hozir men inkor qilishim kerakman. Xo'p. Og'riqlari bor ekan. Tushunarli. I see. You have an appendicitis, sizda appenditsit, and you need an operation immediately. You need an operation immediately degani sizga operatsiya qilish shart. Demak, bu shunda appenditsit va tez operatsiya qilish kerak. Hello. Hello doctor. What are you complaining of? What complaints do you have? Mana bu ikkita savolimiz, what are you complaining of va what complaints do you have degani nima shikoyatlaringiz bor? I have a nausea, weakness and diarrhea. Qaranglar, nausea bu demak ko'ngil aynish, keyin diarrhea bu ich ketishi va weakness deganlari holsizlik. How long do the symptoms last? Bu degani qachondan beri shu simptomlaringiz bor? Since yesterday. Since yesterday, kechadan beri. Xo'p, did you vomit? Did you vomit degani qusdingizmi? Yes, twice in the morning. Ertalab ilk marotaba. What did you eat the day before?
eat the day before degani, demak o'sha bir kun oldin nima yedingiz? I ate hot dog Hmm. and it started after that. Aha, mana hot dog yebdilar. O'zi meni tavsiyam ko'chada hot dog yemanglar. Don't eat hot dogs in the street, okay? Bilmadim, mani tavsiyam xohlasalar yeysizlar, xohlasalar yemaysizlar. Mana shundan keyin, shu hot dogdan keyin boshlanibdi. Xo'p. What are the symptoms do you have? Qanaqa simptomlaringiz bor? I began to shiver in the morning. I Mhm. measured my temperature. Mhm. It was 37.7. Okay, ana ko'rdilaringmi? Demak, nima qilibdilar? Began to shiver. Shiver degani titrash. Titrash boshlanibdi. Titrashimiz qachon bo'ladi? Qachonki haroratimiz, tana haroratimiz baland ko'tarilganda. Keyin measured the temperature. O'sha tana haroratini o'lchapdilar va u 37.7 bo'lgan ekan. Ana o'shaning uchun titrov ham boshlangan. Xo'p, show me your tongue. Bu degani show me, show, ko'rsating. Tongue bu til. Tilingizni ko'rsating deyapman. Ko'rsatingchi. Xo'sh, xo'p, qani yotingchi. Lie down on the couch. You should palpate your abdomen. Yoting. I'm palpating his stomach. Men bu kishini, demak, qonlarini paypaslayapman va so'rayapman. Do you feel any pain? Siz og'riqni sezyapsizmi? Yes, I feel the pain when you press on my stomach. Aha. He feels the pain. Bu kishi o'sha og'riqni sezyaptilar. Qachonki men mana shu paypaslaganimni bosganimda shu paytda og'riqni sezyaptilar. Xo'p, turing. I suspect you have a food poisoning. Suspect degani, demak shu shubha qilyapman. Nimani? Food poisoning degani shu ovqat bilan zaharlanish. Balkim o'sha kunda hot dog yeganlar, bir nima bo'lganlar, demak qanaqadir ovqat bilan zaharlanganlar. Endi Xo'p, men sizni laboratoriyaga shu tahlillarni topshirishga jo'nataman. You need to pass laboratory tests and then you will come back. Va keyin, undan keyin siz will come back degan qaytib kelasiz. Thank you, doctor. I will come back with test results. Xo'p, mana I will come back with test results deb aytdilar. Demak, shu laboratoriya tahlillari tayyor bo'lganda qaytib keladilar. Mana shunda bizning videomiz o'z nihoyatiga yetdi. Agarda sizlarga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, layklaringni bosinglar. Yordam bergan bo'lsak, mana Muhammadjon meni yordamchim. Bu birinchi videolari emas. Agar qiziqarli bo'lsa, biz oxirida pastida men ssilkani tashlab ketaman. Ko'rishlaring mumkin sizlar. Tam boshqa videolarimiz ham bor. Learn English with Kamol English. Bye bye. Bye bye.